GTA 5, CSGO 2, şundan okşaş oyunlarını abışın rejimde oynayıp biladan kompüterimizin narxını bugün arzallaştıramız. Kompüterimizin parametreleri Core 7 prosesör, 16 GB operatif pamit, 512 SSD ve elbette RX 580 8 GB video kartı bo'ladi. Kompüterimizin narxı şu 27'lik monitor bilan 4 milyon 800 ming so'm bo'ladi. Qo'shimcha qilib, shuning RGB klaviaturamiga hem naushniklarni sovg'a qilamiz. Hurmatli CSGO'chilar, buning imkoniyat boshqa bo'lmasligi mumkin. Kompüterlarimiz soni chegaralangan. Ulgurib qolinglar.